Otasi haq edi. Muallif Erkin Malik. U qishloqdagi eng uddaburon usta quruvchilardan. Qo'lidan g'isht terishdan tortib to tom yopishgacha keladi. Ammo shaharga ish qidirib borib kosasi oqarib ishlari yurishib ketdi. Odamzod ish ko'p joyda ochiladi, xuddi ketmondek yarqirab ketadi. Qishloqdagi jo'ralarni yoniga chaqirib, oldiniga bitta quruvchilar jamoasini tuzdi. Ishlarida sifat, aldam-qaldamlik bo'lmagani uchun uy quradiganlar ularning bo'shashini kutadigan bo'lib qolishdi. Bu uni yana bitta yangi quruvchilar jamoasi tuzishga undadi. Salda qo'l ostida bir emas, 10 ga yaqin quruvchilar jamoasi ishlay boshladi. U tufayli 40 dan ziyod qishlog'i yoshlari ishli bo'ldi. Endi uning o'zi ishlamas, tuzib olgan jamoalarni boshqarar, shogirdlari qo'lidan chiqqan uy-joylarning suratini olib reklama uchun internetga joylardi. Albatta, bu orada o'zini ham esdan chiqarmadi. Har safar qishloqqa borganida ota-onasi, xotini, bolalariga sizlarga bir syurprizim bor derdi-yu, nimaligini aytmasdi. Nihoyat kunlardan bir kuni otasi, onasi, xotini, 2 o'g'il va bir qizini olib shaharga jo'nadi. Mashina shaharning gavjum mahallalaridan biriga kirib to'xtadi. Undan tushishdi. O'g'il yo'l chetidagi 2 qavatli hashamatli binoni ko'rsatib, "Ana sizlarga syurpriz mana sizlarga syurpriz" dedi, xuddi kinodagidek qilib. "Nima bu? Mehmonxonami?" so'radi ota. O'g'il kuldi va borib darvozaga kalit soldi-da, "Marhamat otajon, marhamat onajon. Oldin sizlar kiringlar, keyin keliningiz, nabiralaringiz kiradi. Bu yer mehmonxona emas, bizning uyimiz bo'ladi" dedi. Ular darvozadan kirib, oyoq tagiga to'shalgan sopalaklarni ko'rib, "Bosaymi, bosmaymi" deb turib qolishdi. "Ha, qo'rqmanglar, yuraveringlar. Bularni bari sizlar uchun" oyoq ostidagi sopalakni tepib qo'ydi o'g'il. Ajabo, ular o'zlarini qandaydir bir muzeyga kirib qolgandek tutishar, hayratda edilar. O'g'il devordagi bir tugmachani bosgan edi, hovli o'rtasidagi favvora shovullab ishlab ketdi. Bolalar oldiniga cho'chib, orqaga tislanishdi-yu, keyiniga favvora tarafga qarab chopishdi. "Hay, gullarni uzmanglar yana", bolalarga tanbeh bergan bo'ldi xotini. "Qo'yiver, onasi uzaversin. Shular uchun ekkanman axir. Bunaqa gullar qishloqda yo'qdi, shunga shunaqa deyapsan. Urug'laydimi? Qishloqqa ham olib borib ekardim. Endi qishloqni esingdan chiqar. Bundan buyog'iga endi shaharliksan." "Voy, bu hovlida yashab bo'larkanmi?" deb yubordi xotini kutilmaganda. Nimaga shunday deb yuborganini o'zi ham bilmay qoldi. Darhaqiqat, ichkaridagi hashamat bilan qishloqdan kelgan otasi, onasi, xotini hech ham qovusha olmayotgan edi. Farq osmon bilan yercha edi-da. Buni o'g'il ham sezardi. Xotini ko'ziga bu hovlining bekasi emas, xizmatchisiga o'xshab ko'rinardi. Favvora atrofidagi bolajonlar ham bir pastga kirishgan o'ynab olaylik degandek qiyqirishardi. U pastki qavatdagi otasi bilan onasining yashash xonalarini ko'rsatdi. Gilam, parda, ko'rpa to'shaklar to'shalgan, xuddi kelinlarnikidek. Bolalarning darsxonasi ham, yotoqxonasi ham alohida. Yuqori qavatda mehmon kutish uchun kattagina zal, tanish-bilishlar kelib yotib qoladigan bo'lsa, ularga ham xonalar. Xullas, o'g'il shaharda orttirgan bor yo'g'ini shu qasrga chaplagan edi. Bularni ko'rgan ota yumshoq o'rindiqqa omonatgina o'tirdi-da, kutilmaganda piqillab yig'lab yubordi. U kishining yoniga onaizor ham qo'shildi. Ota-onam xursandligidan yig'lashyapti deb o'yladi o'g'il. Qishloqdagi hayot bilan bu yerdagisini solishtirib o'zi ham g'amgin tortib ketdi. Ammo saldan keyin otasi o'ziga kelib jimlikni buzdi. "Bolam", dedi ota. "Hovlingga qurgan darvozangni ko'rdim. O'shani puliga kechagina burningni tortib qatnab yurgan maktabingni yo'liga shag'al to'ksa bo'lardi-ya. Hovlingga to'shalgan sopalaklar puliga
qishloq qabristonidagi yo'laklar asfalt bo'lib qolardi-ya. Qishda tizza bo'yi loy kechib o'lik ko'mamiz. Oho, bu saroyingda nechta eshik, nechta deraza romlarni ko'rdim. Har birining puliga qishloqda bitta to'y qilsa bo'ladi-ya. Bizga syurpriz qilaman deb nimalar qilib qo'yganingni bilasanmi? Esingdami? Sen unda 1-sinfga borarding. Bir vaqtlar dinini, jonini saqlab chetga chiqib ketgan bir vatandoshimizning o'g'li kelib, bobokalonlarimizning ruhi shod bo'lsin deb qishloqqa bitta masjid qurilishining pulini tashlab ketgan edi. Bermasa ham unga birov bir nima demasdi. Yo'q, o'sha qishloqdoshimizning o'g'lidan bir chiroyli masjid qoldi. 5 vaqt namozimizda uni eslab duo qilamiz. Vatandoshlarimiz chetda turib bizni o'ylaganda, nimaga biz o'zimizni o'zimiz o'ylamaymiz? Bu ishing bo'lmabdi, bolam. Axir qishloqda sizdan ham boshqa odamlar bor-ku, nimaga siz o'ylayverasiz, ota? Hamma gap shunda-da, bolam. Xudo ularga bermagan, nima qilarkin deb senga bergan. Sen nima qilsan? Xudo berganini faqat o'zingga chaplabsan. Xo'p, otajon, sizni tushundim. Xatoni tuzatamiz. Qishloqdagi hovli joyni sotamiz-da, puliga siz aytgan kam ko'slarni bajaramiz. Muhtojlarni to'ylarni o'tkazib beramiz, xo'pmi, dedi o'g'il. Yo'q, bolam. Bu saroyingda biz onang bilan bir kun ham yashay olmaymiz. Bizni o'sha somon suvoqli kulbamizdan qo'ymasin. Bir piyola choyini ichmasdan turib xalitdan yuragim siqila boshladi. Ha, menga havo yetmayapti. Havo, tezroq qishloqqa olib borib qo'y. O'g'il boshi oxiri yo'q xayollarga tolib qoldi. Na ilojki, otasi haq edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Taqdir taqozosi. Muallif Mohigul Nazarova. Shaharda yashaydigan singlisining uyiga borish niyatida yo'lga chiqqan Maktuba opa bosh bekatga keldi-yu, avtobus hali beri jo'namasligini eshitib hafsalasi pir bo'ldi. Havo isib ketmasidan singlisinikiga yetib olish uchun vaqtli yo'lga chiqqandi. Yo'lovchilar kamligi bois haydovchining hali beri haydamasligi aniq. Noiloj biroz qimmatroq bo'lsa-da, taksida ketish niyatida nariroqdagi avtomashinalar tomonga yo'naldi. Opajon, assalomu alaykum. Shahargami? Keling, sizni o'zim olib ketaman, dedi birdaniga opaning yonida paydo bo'lib qolgan baland bo'yli qora qosh yigit. Yo'l kira qancha bo'ladi, so'radi Maktuba opa. Avtobus narxini beraverasiz, chunki men kirakash emasman. Faqat shu benzin pulimga ozgina yordam bo'lsin deb yo'lovchi olyapman, opajon, dedi jilmayib yigit. Maktuba opa oqishday chiroyli Lacetti'ning orqa o'rindig'iga o'tirarkan, bola quchoqlab o'tirgan yoshgina kelinchakka ko'zi tushdi. Opaga chiroyli kiyingan, qosh ko'zlari porlab turgan kelinchakning nimasidir tanish ko'rindi. Assalomu alaykum, kelinchak bolasini yoniga o'tkazarkan so'rashdi. Yaxshimisiz, opajon? Meni tanimadingiz-a? Nimangizdir tanish ko'rinyapti-yu, lekin hech esla olmayapman, dedi Maktuba opa hijolat omiz. Opajon, men Adibaman-ku. Olima opaning qizlari. Oyjonim singlingiz Matluba opa bilan sinfdosh, jonajon o'rtoq bo'lishgan. Sizlar devor darmiyon qo'shni yashagansizlar-ku. Maktuba opa birdan sergak tortdi. Ha, bu Adiba-ku. To'yidan bir hafta o'tmay kuyovi ko'ch-ko'ronni keltirib tashlagandi. Odamlar iffatsiz ekan deb qancha gap so'z qilishgandi. Tanimapan ham. Bu mishmishlar sabab Olimaning yuragi kasallanib, necha marta kasalxonaga tushib chiqqanidan Maktuba opaning xabari bor edi. Chunki singlisi Matluba dugonasining sog'lig'idan xavotirlanib, shahardan necha marta kelib ketdi. Maktuba opa ham Olimani singlisiday yaxshi ko'rar, birga o'sishgani uchunmi o'ziga yaqin olardi. Ha, bo'ldi, esladim, dedi u quruqqina. Hozir Matlubanikiga bormoqchiman, qizini uzatmoqchi. Bu kecha qudalari kelisharkan to'y kunini belgilashga.
Buncha yaxshi, demak Farangiz ham katta qiz bo'lib qopti-da. Adiba astoydil quvonib ketdi. Baxtli bo'lsin ilohim. Maktub opaning ensasi qotib rahmat deb qo'ydi-da, yuzini burdi. Xayriyat, bu qiz turmushga chiqibdi. Qiziq. Kimga tekkan ekan xayolidan o'tkazdi u. Shu payt haydovchi yigit ham joyiga o'tirdi-da, Lasetti joyidan qo'zg'aldi. Dadasi ehtiyot bo'lib haydang, dedi Adiba. Shu yigit eri ekanda. Ikkinchi xotin bo'lib tekkandirda, ijirg'anib xayolidan o'tkazdi ayol. Hozir qo'sh xotinli boyvachchalar ko'paygan. U Adibaning hayoti haqida bilgisi kelayotgan bo'lsa-da, o'zini xuddi beparvodek tutdi. Bu kishi kuyovingiz bo'ladilar, uning fikrini o'qigandek gap boshladi Adiba jajjigina shishasimon idishda qizchasiga suv tutarkan. Maktub opa chidab tura olmadi. Bu kishiga ikkinchi xotin bo'lib turmushga chiqdingizmi? Ayollarcha qiziqishi ustun chiqib so'radi u. Yo'q, Adibaning o'rniga haydovchi yigit javob berdi. Keliningiz meni yakka-yu yagona xotinim. Meni hayotimni eshitsangiz, butun bir kitob bo'ladi, opajon. Savolingizdan tushundimki, siz ham men haqimdagi bo'xtonlarni eshitgansiz. Aslida esa nima bo'lganligini bilganingizda edi. Shu so'zlarni aytayotganda Adibaning ko'zlarida yosh g'iltilladi. Maktub opaning ko'ngli g'alati bo'lib ketdi. Yo'q, qizim, men sizni bilmasam ham onangizni bilaman-ku. Onam mening o'shandagi baxtsizligimga sabab bo'lganlarni ham bilasizmi, dedi Adiba. Xohlasangiz hammasini gapirib beraman. Mayli, qizim. Yo'limiz uzoq. Bemalol gaplashib ketsak bo'ladi, dedi Maktub opa rozilik ohangida. Yoqimli kuy hamrohligida mashinani hushyorlik bilan haydab ketayotgan kuyov yigit shu gapdan keyin oynadan o'ziga qarab qo'yganini his qildi. O'shanda tibbiyot kollejining 1-kursida o'qirdim, deb so'z boshladi Adiba. Bir kuni oyijonim ishdan kelib, seni turmushga beraman, yaxshi joydan sovchi chiqyapti deb qoldilar. Qanaqadir tanishlarini og'izlaridan bol tomib maqtadilar. Rossa badavlat, otasi zavod direktori, onasining ham o'z biznesi bor. Yigitni sendan yoshi sal kattarog'u, mayli. Chunki oilada erkak kishining yoshi ulug'roq bo'lgani yaxshi. Seni so'rab kelishibdi, qizim. Sen u yerda kamchilik ko'rmay yashaysan. Menga o'xshab qiynalib uchastka qurmaysan. Tayyor uy joyga kelin bo'lib tushasan, dedilar quvonib. Dadamga ham ular ma'qul tushdimi, to'y deganlari tezlashib ketdi. Kuyov bo'lmish Odil aka bilan esa bir martagina ko'rishdik. Unda ham tog'amni xotinlari hamrohligida bir joyda o'tirib biroz gaplashdik xolos. Ular qo'shni viloyatning bizga yaqin shahrida turisharkan. Bizning shaharda ham dang'illama hovlilari borligini onam aytib qoldilar. Odil aka onam aytganidek mendan ozgina emas, rosa 10 yoshga katta ekan. Tasavvur qiling, 16 yoshli kelin bilan 26 yoshli kuyovni. Qisqasi 15 kunning ichida to'yimiz bo'lib ketdi. Xo'sh, unda nega ketib qoldingiz kuyovni uyidan? Maktub opa beixtiyor shu savolni berdi-yu, izoh tortganidan yuziga qizil yugurganini his etdi. To'y tugadi. Hamma udumlar, rasm-rusumlar bajarildi. Bizni chimildiqqa kirgizib qo'yib, yangalar ham mizg'ib olishga kirib ketishdi, deb so'z boshladi Adiba. Odil aka qayergadir chiqdi-yu, ko'p o'tmay qo'lida suratlar yopishtirilgan fotoalbom bilan kirib keldi. Men bilan u yoq-yoqdan gaplashdi. Harbiy xizmatda bo'lgan paytida tushgan suratlarini ko'rsatdi. Bilasanmi, Adiba, dedi bir payt u qandaydir g'alati ovozda. Senga bir gapni aytishim kerak, chunki turmushimizni yolg'on bilan boshlagim kelmayapti. Uning bu gapidan so'ng ko'nglimga g'ashlik oraladi. Nima gap o'zi, Odil aka, deb so'radim. Qanaqa yolg'on? Men 5 yildan beri bir rus ayoli bilan birga yashayman, dedi Odil aka. Hatto bir qizim ham bor undan. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Men bu so'zlarni eshitib hangu-mang bo'lib qoldim. Avval uylangan bo'lsa, unda nega yana menga uylandi? Yo hazillashyaptimi ekan? Unda menga nega uylandingiz, dedim alam bilan. Bu gaplarni nimaga endi aytyapsiz? Shu dardingizni to'ydan oldin aytsangiz bo'lmasmidi? O'zim
To'yda juda charchagandim. Qolaversa tomdan tarasha tushgandek kuyovning dabdurustdan aytgan bu gaplari boshimga tosh bilan urilgandek bo'ldi go'yo. Miyam karaxt bo'lib qolgan, nima qilishni bilmasdim. Xullas, men o'sha Tanya degan ayol bilan bir umr birga yashashimni aytgan bo'lsam ham, ota-onam meni eshitishni istashmadi. Meni senga uylanishga majburlashdi. Agar sen meni undan ajrata olsang, seniki bo'laman. Hozir tanla, yo men bilan yashab hammasiga ko'nikasan, chidaysan, har ikking bilan ham yashayveraman. Buni xohlamasang, uyingga qaytib ketaverishing mumkin. Men juda qaltis vaziyatda qolgan edim. Bu yerda ota-onamning or-nomusi, o'zimning qiz bolalik sha'nim turgan bo'lsa-da, uyga qaytishga qaror qildim. Faqat Odil akaning nega bunday qilganligi sababini tushuna olmasdim. O'ylayverib, boshim og'rib ketdi. Men uni qanday qilib qaytaraman? Ota-onasi uni bu yo'ldan qaytara olmagan bo'lsa, men yoshgina qiz buni qanday qilib eplayman? Meni kechir, dedi nihoyat Odil aka. Bu yog'ini qanday hal qilsang o'zing bilasan. Men senga barmog'imni uchini ham tekkizmayman. Xohlasang ket, xohlamasang qol. O'zing bilasan. U shu so'zlarni aytdi-da, chimildiqli xonadan chiqib ketdi. Men boshqa o'ylab o'tirmadim. Yosh emasmanmi? Uning bu gapi g'azabimni keltirdi. Odamlar nima desa der dedim-u, hovliga chiqdim. Shu qadar jahlim chiqqandiki, darvozaning ilgagini tushirib chiqib ketarkanman, meni ketganimni hech kim bilmay ham qoldi. Sahar yaqinlashib qolgani uchunmi, salgina yurmasdan kirakash mashina ham uchray qoldi. Uyga kelinchaklarning yaltiroq liboslarida yakka o'zim kirib kelganimda onam qotib qoldilar. Nima bo'lganini eshitib, rosa yig'laganlar yuragimni ezib tashladi. Dadam esa hamma gapni eshitdilar, onamni so'kib ketdilar. Mana seni topgan odamlaring aslida qanday ekan? Nega surishtirmading? Gulday qizimning hayoti nima bo'ladi endi deb rosa baqirdilar. Onam bo'lsa, men bundayligini qayerdan bilay? Qizim baxtli bo'lsin, menga o'xshab azob chekmasin degandim deb ovoz tortib yig'ladilar. Shu so'zlarni aytayotib, Adibaning ovozi titrab ketdi. Keyinchi nima bo'ldi qizim, so'radi beixtiyor Maktuba opa. Ammo meni ularni tinglashga holim kelmas, kipriklarimni bosib kelayotgan uyquga bas kela olmayotgandim. O'ylab ko'ring, o'shanda bor yo'g'i 16 yoshli qizaloq edimda. Ishonasizmi? Shuncha shovqin ichida xonamga kirib uxlab qolibman. Yoki o'shanda bu noxush voqea oqibatlarini yaxshi anglamagan bo'lsam kerak. Qizim, taqdiringizda bor ekanda. Maktuba opa o'zining ovozi endi achinish bilan yangraganini sezdi. Odil akaning ota-onasi yagona o'g'lini boshqaga uylantirib, shu yo'l bilan rus xotinidan ajratib olmoqchi bo'lgan ekan. Shu sabab ham boshqa viloyatdagi tanish-bilishlari orqali kelin izlashgan. Aslida erkak o'g'il bo'lgan Odil aka 20 yoshidanoq haligi xotin bilan topishib, avval yashirin, keyin oshkora yashab yurgan ekan. Uning ota-onasi 2 marta kelib meni qaytarib olib ketishga harakat qilishdi. Onam, qizim, ehtimol hammasi yaxshi bo'lib ketar, yashab ko'r dedilar. Ammo men qaytishni xohlamadim. Xullas, ular harakatlari foydasizligini bilgach, hamma ko'ch-ko'ronimni keltirib tashlashdi. Qaytib bormaganim alam qildimi, har xil gaplar chiqarib yuborishdi orqamdan. Bu gaplar hamma xolalarimga ham yetib borib, qancha dilxiraliklar bo'lib o'tdi. Ishonasizmi? Hatto ko'chaga ham chiqa olmay qoldim. Ko'p o'ylaganimdan asabim charchab, kasalxonaga ham tushib chiqdim. Men ahvolimga qarab, onamning ham yuraklari tez-tez sanchadigan bo'lib qoldi. O'qigim kelmay qoldi. Kollejga borsam, qizlarimiz pichirlab, meni orqamdan gapirishayotganini, qo'llari bilan imlab ko'rsatishayotganini sezib qolardim. Onam bilan maslahatlashib, o'qishimni shaharga ko'chirdim. O'qishim tugagach, viloyat markazidagi kasalxonalardan birida hamshira bo'lib ishlay boshladim. Xuddi shu paytda Botir akani uchratib qoldim. Aslida maktabdosh ham ekanmiz. Ular meni maktab davridan yoqtirib yurarkanlar-u, o'qish, ish bilan bo'lib hech holi gaplasha olmagan ekanlar. Harbiy bo'lganliklari uchun biz maktabdan keyin ko'risha olmagan ham ekanmiz. Xullas, menga jiddiy qiziqib qoldilar.
Hadibaning gapi chala qoldi, chunki uning qizchasi uyqudan uyg'onib yig'lay boshlagan edi. Maylimi bu yog'ini men davom ettirsam, dedi Adibaning turmush o'rtog'i Botirjon suhbatga aralashib, mashina old oynasidan Maktuba opaga jilmayib qararkan. So'ng xotiniga, sen Gulyuzga qarab, yog'ini o'zim gapirib beraman, dedi muloyim ovozda. Mayli o'g'lim, bemalol, dedi Maktuba opa kulimsirab. Yosh bo'lsalaring ham ancha-muncha narsani boshingizdan o'tkazgan ekansizlarda. Ha, opajon, so'ramang. Sport bilan shug'ullanaman deb belimga og'irlik tushirib qo'yibman. Og'riqlarim o'tib ketavermadi. Oxiri kasalxonada yotib davolanishga majbur bo'ldim va shu yerda Adibani uchratdim. Bir maktabda o'qiganmiz, ammo ancha yillar boshqa shaharda o'qiganim, ishlaganim uchun uning boshidan kechgan ko'rguliklardan bexabar edim, deya so'z boshladi Botirjon. Uni yoqtirib qoldim. Bu yoqda uydagilar uylanishing kerak deb ko'z ochirmayotgan kunlar edi. Faqat o'qish, ish bilan bo'lib, birorta qiz bilan tanishib, uni ko'nglini ovlashga ham urinmaganim shunda bilinib qoldi. Hadibaga muhabbat izhor qilganim ham kulgili bo'lgan. Unga borib, uydagilar kelin izlayapti, sizni ko'rsatmoqchiman deb uylanish taklifini bildirdim. U bo'lsa menga, siz uylanmagan bo'z yigitsiz, meni bo'lsa turmush qurgan degan nomim bor deb yig'laganicha hamma voqeani gapirib berdi. Uydagilarga uylansam faqat Adibaga uylanishimni aytganimda shunaqa to'z to'polon boshlandiki, asti qo'yaverasiz. Oilari kasalxonaga kelib men bilan janjallashib ham ketdilar, dedi Adiba sekingina. Men hatto Odilbek bilan ham uchrashib, hamma gapni gapirib berishini talab qildim. Adibaning bokira qizligiga ishonardim, deya go'yo uni eshitmagandek gapida davom etdi Botirjon. Ammo uyimdagilar boshida meni tushunishni istashmadi. Axiri keksa bobomning oldilariga borib yordam so'radim. Faqat Adibani sevishimni aytdim. Uning boshidan o'tgan voqealarni so'zlab berdim. Bobom, shu qiz bilan bir umr yashab ketishingga ishonasanmi? Tuyg'ularing o'zgarmaydimi, deb so'radilar. Men har ikkimizga ishonishimni aytdim. Bobom meni tushundilar. Ota-onam bilan gaplashib, ularni rozi qilib, Adibaning uyiga o'zlari sovchi bo'lib bordilar. Keyin to'y bo'lib ketdi. To'g'ri, ungacha yana qancha tortishuvlar, gap so'zlar bo'ldi ikki o'rtada, ammo shularni hammasini yengib o'tdik. Mana Allohga shukr, biz birgamiz, qizalog'imiz bor, deb hikoyasini tugatdi Botirjon. Bugun o'sha najotkor bobojonimizni ko'rishga boryapmiz, dedi Adiba kulimsirab. Bugun ularni tug'ilgan kunlari 70 yoshga to'ladilar. Nasib bo'lsa, biz hammadan oldin borib tabriklamoqchimiz. Maktuba opa bir-biriga uzukka ko'z qo'yganday yarashgan xotinga qararkan, ko'ngli yorishib ketdi. Bir soat oldin hech narsani bilmay turib, Adiba haqidagi gumonga to'lgan noxush xayollaridan ichidan uyaldi. Matlubaga aytsam, xursand bo'lib ketsa kerak, dugonasini qizi o'z baxtini topib, tinib-tinchib ketganidan, balki singlim bilar bu haqda, deb o'yladi. Keyin Adiba va Botirjonga qarab, iloho, baxtli, doimo tinch bo'linglar bolalarim, deb qo'ydi. Adiba bunga javoban rahmat opajon, deya chiroyli jilmaydi. Bu vaqtda Lasetti yengilgina suzib, o'z manzili chegaralariga yaqinlashib borar. Quyoshning zarrin nurlari ostida elas-elas ko'zga tashlanayotgan sharif shahar manzaralari ko'ngilga qandaydir o'zgacha yengil kayfiyat bag'ishlayotgandek edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. 3 kunlik baxt. Muallif Qutlibeka Rahimboyeva. Atajon, meni kechiring. Yuzingizga yerga qaratib qo'ydim. Bunday bo'lishini sira istamagandim, ishoning. Alijon g'alati bo'lib ketdi. Akbar uning ro'parasiga kelib boshini egdi. Alijon bo'ylari bo'yiga tenglashib qolgan o'g'lining nafasini his qilib turar, ko'zlarida o'zining ko'zlarini ko'rardi. U shahar ichki ishlar bo'limidan to uygacha bo'lgan yo'lda mashinaning orqasida o'tirib, bir og'iz gapirmasdan kelgan o'g'li bilan qanday gapirishni o'ylab kelayotgan edi. Aslida bu chigal o'y unda kecha boshlangan. Kutilmagan ukasi Sodiqjon ofisiga kirib keldi. Ranglari o'chgan, ko'zlari bezovta. Tinchlikmi uka? Bola chaqa omonmi? Alijonni ham xavotir bosdi. Kelinoyim qo'ng'iroq qildilar. Akbar o'g'lingiz bir bolani urib, jag'ini yoribdi. Xullas, milisadamish. Mojaro katta emasdan birortangiz kelinglar, bola uvol bo'lib ketmasin, dedilar. Alijonni bir pasda sovuq ter bosib ketdi.
Men nima deyman? 8 yilda bir marta ko'rmagan bo'lsam, qiziqsiz aka, siz bola bilan gaplasharmidingiz? O'sha mojaro chiqarganlar bilan gapirishasiz-da. Ertalabdan buyon tikanning ustida yurgandayman. Uyingizga boray desam, xotiningiz bilib qolib, u bu deydimi deb xijolat tortdim. Menimcha, tezroq yo'lga chiqqaningiz yaxshi. Birovni yuborsak bo'lmasmikin? Yo, o'zing, aka, bu birov aralashadigan ish emas. Men borishga boraveraman, o'zimni jigarim, lekin Akbar o'zi asabiylashib o'tirgan bo'lsa, modomiki otamga kerak emas ekanman, ochiqda yurgandan kirib ketganim yaxshi desachi, 30 yoshida ko'ngli qil ustida chayqalib turadi bu yoshda o'smirlarning. Mard bo'lib o'zingiz borganingiz ma'qulmi deyman. Alijon bo'ynidan birov sudragandek bo'lib yo'lga chiqdi. O'g'li, qizi tugul, hatto sobiq xotini Komila bilan yuzma-yuz bo'lishga ham cho'chigan edi. Siz tufayli bolalarim shunaqa yo'ldan chiqib ketdi deb yoqamga yopishsa deb yuragini hovuchlab keldi. Yo'q. Komila uni go'yo hech narsa bo'lmaganday, oradan 8 yil o'tmaganday iliqqina qarshi oldi. Qarindosh urug'larni nomma-nom so'radi. Alijon bu yog'iga nima der ekan deb turganda Komila bo'lib o'tgan voqealar tafsilotini qisqacha tushuntirdi. Akbar o'zi unaqa bebosh bola emas, sal qiziqonroq xolos. Bunday qaraganda o'zi uchun ham mushlashmagan. Boyvacha bir o'rtoqlari kollejga adasini mashinasini minib kelgan ekan. Oddiyroq bir oilaning bolasi mashinaga ishqibozroq ekan, minib borib daraxtga uribdi. Guruhdagi o'g'il bolalar pul yig'ib ustaga berib tuzattirishadigan mashina egasini otasi oldida xijolatga qoldirmaslikka kelishibdi. Bittasi chiqib, o'sha o'zini aybidan o'zi mulzam bo'lib tag'in o'rtoqlarini qiynab qo'ygandan boshi bukilib turgan bolaga qurbaqani ishqi shahzodaga tushgan ekan, holing buyu Nexia minging kelganiga o'ylaymi? Minib yuravermaysanmi kulrang hangingni hangratib debdi. Bolalar bilasan-ku o'zi og'zi sassiq, gapirdi qo'ydi desam, Akbariz borib bo'g'zidan olibdi. Boksga boradi deb urib tashlabdi. Alijonga voqealarning tafsilotidan ko'ra ham Komilaning Akbaringiz deya gapirgani ta'sir qildi. Yuragini o'rtab yubordi shu so'z. Ammo bir pasdan so'ng o'zini o'nglab oldi. Ishini bitkazish uchun, bolasini mushkulotdan qutqarish uchun shunday gapiryapti. Ichida qasos olovi gurillab yonayotgan bo'lsa kerak. Katta shaharning o'z ob-havosi, o'z tartibotlari bor-da. Odamni ichi yig'lab yotsa-da, kulib gapirishga o'rgatadi. Axir qaysi ayol erining qo'li uzaygan paytida xotin ustiga xotin olganini, ko'z ochib ko'rganini, aldab uydan chiqarib yuborganini kechiradi. Ammo Alijonda o'ylaganlarini tahlil qilib, Komilaga o'ziga yarasha muomala, munosabat qilishga hozir fursat yo'q edi. Siz tashvishlanmang, hammasini hal qilamiz. Dunyoda o'limdan boshqasini chorasi bor. Mana Alijon aytganini qildi. O'g'lini uyiga qaytarib olib keldi, lekin ko'ngli hanuz besaranjom edi. U Komiladan 15 yoshining 8 yilini otasiz o'tkazgan o'g'lidan, 12 yoshidan xuddi shuncha yilida ada deb erkalay olmay yuragi ezilgan, quvonchi singan qizidan cheksiz ta'na-yu dashnomlar kutardi. Bir xayoli o'sha so'z bo'ronlarga ro'para bo'lmaslik uchun ostonadayoq o'g'lini mashinadan tushirib, hamma ish hal bo'ldi, singlingga salom ayt deb qaytib ketmoqchi bo'ldi, lekin bunday qila olmadi. O'g'li ada deb uzr so'rab boshini egib turgan bo'lsa, Alijon qult etib yutindi. U nima deyishini bilmay o'g'lini bag'riga bosdi. Hechqisi yo'q o'g'lim. Yoshligimizda biz ham xato qilganmiz. Odam bilib xato qilmaydi, lekin xato qilsa bo'laverar ekan deb bundan keyin qo'lingga erk berma. Agar kerak paytda o'zingni bosganingda, bugun o'sha aqli seni aqlingni yarmicha ham kelmaydigan befarosat tengdoshingdan uzr so'ramagan bo'larding. Adajon, kechiring. Boshqa bunday bo'lmaydi. Menga o'zimning uzr so'rashimdan ham o'shalarga sizning katta boshingizni kichik qilib yalinishingiz og'ir botdi. Qo'yaver bolam. Otalarning boshi ba'zan bola deb egilib turadi. Komila
ota bola suhbatini ko'zlarida yosh bilan kuzatib turarkan, ichkari uydan Shodiya otilib chiqdi. "Aka, Adajon!" Alijon beixtiyor ikkala bolasini baravar bag'riga bosarkan, tamoman gangib turardi. O'ngida o'zi avrab uydan chiqarib yuborgan mushtiparlar turganiga ishonmasdi. Oradan o'tgan yillarda o'zi ko'rmagan bo'lsa-da, sobiq kelinoyisi bilan doim qo'ng'iroqlashib turadigan ukasi Sodiqjondan bu oilaning baland pastini eshitib turardi. U hozir tush ko'ryapman deb o'ylasa-da, tushi o'ziga yoqimli, ayni chog'da biroz ishonarsiz, xavotirli tuyular edi. "Hammasi tamommi? Akamni butunlay qo'yib yuborishdimi?" "Ha, qizim. Bo'ldi endi, Xudoga shukr, hammasi yaxshilik bilan tugadi. Qani dasturxonga, qani Shodiya qizim, akangga hozirlab qo'ygan kiyimlaringni olib chiq, adaylarga sochiq ber." Alijon yuvindi, dasturxon boshiga kelib fotiha qildi hamki, hanuz o'zini jamlab ololmasdi. Shodiya xuddi sadoqatli, vafodor adasi uzoq yo'ldan ularni deb mashaqqat chekib kelganday tinmay dasturxonga qislardi. "Oling, Adajon, bu salatni yangi o'rgandim. Mazasini totib ko'ring, mana pishiriqni ko'ring-chi." Shodiya maktabdan keyin kurslarga boryapti. O'tgan 3 oyda bichish tikishga qatnagan edi, endi pazandachilikka boryapti. Dasturxon popugini o'ynab o'tirgan Komila yerga qaragan ko'yi gapirdi. "Ha, qiz bolani hamma narsani bilgani yaxshi." Alijon boshqa nima desin? Agar Shodiya vijir-vijir qilib nimalarnidir gapirib, suhbatga jon berib turmaganida, Alijon 100 yil shu o'tirishda o'tiradigandek edi. Akbar ham yuvinib kiyimlarini almashtirib chiqqach, osh suzildi. Har bir narsa yaxshilikka deb shuni aytsalar kerak-da, oyim osh qilsalar, "Hadi boshmi?" deb noz qilardim. O'sha yerda o'tiribman-u, qip-qizil osh ko'zimga ko'rinadi. Uyga borsam, bitta o'zim birlagan yeyman deyman. Akbarning gapiga ko'zlaridan yosh chiqquncha kulishdi. "Ha, Sodiqjon, bo'ldi, yo'q, muammo yo'q, lekin 1-2 kun qolaman. Ishlar bor." "Ha, uydagilarga o'zing u-bu deb qo'yarsan." Komila Alijonning ukasi bilan gapirishayotganini sezdi. 2-3 kun so'zi yuragiga iliq tegdi. Alijon u haqda hozir nimalarni o'ylayotgani qorong'u, lekin Komila chindan ham vafosiz eridan yaxshilik bilan qasos olmoqchi edi. Rost, xiyonatni dastlabki kunlarda erini hatto o'ldirgisi kelgan edi. Hammasi Alijonning omadi kelib, qo'liga 5-10 so'm ortiqcha pul tushganidan boshlandi. Ko'rkam yigit ostida mashina qo'lida pul o'ynayapti. Kotibasi bilan don olishib yurganini xotini sezib qoldi. "Dadasi, hushingizni yig'ing. Men unaqa mijozimni bilasiz, sizga yopishib yotgan joyim yo'q, lekin bolalaringiz katta bo'lyapti. Ularning sizni yomon ko'rib qolishidan qo'rqaman" dedi. Alijon shu gapga yopishib oldi. Kotibaning yuziga dog' tushib, uning otasi uyga qamab, so'roqqa tutganida Alijonning ham gunohi yuziga chiqib qoldi. "Komila, men xato qildim, lekin endi hayotni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Otasi qamatib yuboraman, uylanmasa deb tish qayrab yuribdi ekan. Sizlar hozircha bu shahardan ketib turinglar." Akbarning bo'yi cho'zilib qoldi. Qulog'iga tushib qolsa, o'zing aytmoqchi, mendan nafratlanadi. Keyin o'g'il bolani qayta tarbiyalash oson emas. Sal gap so'zlar tinchisin, sizlarni qaytarib olib kelaman. Komila Alijonning yolg'onlariga ishongisi kelgani uchun ishondi. Bolalarni olib noma'lum yo'lga otlandi. Dastlabki paytlarda eri ukasi orqali uncha-muncha yordam berib turgan bo'lsa-da, keyinchalik ishi orqaga ketdi. O'sha qizga uylanib, ketma-ket bolalar ko'rdi. Komila ichidan tutasa ham bor kuchi bilan erini bolalardan himoya qildi. Hatto bir burda nonni piyozdog' qilib botirib go'daklariga yedirgan mashaqqatli kunlarda ham "Otang o'lsin, bizni shu ko'yga solgan" demadi. Qo'liga pul tushib bitta paypoq sotib olsa ham adang berib yuboribdi deya yolg'onladi. Tish tirnoqli bandasiga yaratgan egam rahm qilar ekan. Asta-sekin uy ham, ish ham bo'ldi. Bolalar oq-qorani tanib tug'ilgan kunlarda kelayotgan hadyalarni endi dadalari berib yubormayotganiga aqllari yetib qolishgan bo'lsa-da, onasi buncha e'zozlaydigan, soyasiga orqasidan salom beradigan otaning yomon odam emasligiga ishonishardi. 8 yilda yuz ko'rishgan otaga quchoq ochishlari shundan edi.
Bolalar uxladimi? Alijonga alohida uyga o'rin solib qo'ygan bo'lsa-da, uzoq ikkilanishdan so'ng yurak betlab ayvonga, Komilaning yoniga chiqdi. Ha, ikkovi uzoq shug'ullashdi, keyin uxlashdi shekilli. Komila Alijonga damlama quyib uzatdi. Bir-biriga suyanib qolishganda. Alijon shunday deb yubordi. U xotini tezroq chaqib olishini istardi. O'zi ham aytadiganini aytib, ichini bo'shatgisi kelardi, lekin Komila ortiqcha gap qilmadi. Ha dedi ohista. Komila, jim o'tirma, gapir, nihoyat Alijon portladi. Nimani? Siz gapiring yangiliklarda. Bu yerda birovni tanimasangiz, kimni hayoti qiziq sizga? O'zingni tushunmaganga solma. Bolalar nega bunaqa? Yo meni masxara qilishyaptimi? Alijonning peshonasidan ter chiqib ketdi. Mehr ham masxara bo'ladimi? Bilasiz, men o'zim otasiz o'sganman. Sizni dadangiz ham men xonadoningizga kelgunimcha bandalikni bajo keltirgan ekanlar. Og'zim to'lib ota deya olmadim. Yelkasiga to'n tashlab, oyog'ini uqalab, duolarni olish peshonamda yo'q ekan. Nega endi bolalarimni bor otasidan judo qilaman? Xatoingiz o'zingiz bilan, gunohingiz bo'lsa, jazosini beradigan men emas. Shunday ekan, ularni nega sizga qarshi qo'yay? Sevishsin, mehr berishsin, tavof qilishsin, ota desa ota degu deysiz. Mana, boshiga ish tushganda keldingiz, o'qishi bor, to'yi bor. O'ylamang, Komila pulni o'ylayapti deb. Xudoga shukr, hunarim bor. Qozonim yoqsiz, o'chog'im o'tsiz qolmaydi, lekin men bolalarim dilidan ota nomini yulib olib, o'rniga yara solmoqchi emasman. Alijon Komilaga hayron qarab o'tirardi. Ketmayman. Ketkim kelmayapti. Endi sizlarsiz yashay olmayman. Men buncha mehribon bolalarni tashlab keta olmayman. Qiziqsiz-a? Avlaringiz nima bo'ladi? Hech narsa olmayman. Ukam ish, hujjatlar masalasini hal qiladi, xavotir olma. Baribirda uyam ayol, umid bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan, oldidan o'tish kerak-ku. Yo'q, bora olmayman. Bilasan, men xato qilsam, aybim bor odamimga ro'para kelishdan qo'rqaman. Men boray bo'lmasa, senga ham maslahat bermayman. Baribir Komila yo'lga chiqdi. U 2-3 kun ichida hayotining ag'dar-to'ntar bo'lib ketganiga o'zi ham hayron edi. Eridan takror keyin afsuslanmaysizmi deb so'radi. Yo'q, men o'zi ichimda doim sizlarga intilgan ekanman dedi. Qiziq. Odamlar qasos, o'ch uchun yashaydi, qotillar yollaydi, maqsadi yo'lida o'g'ri, qaroqchi bo'ladi. Men nima qildim? Faqat sabr qildim, lekin Xudoyim menga qasosning boshqachasini berdimi? Ketyapman o'sha meni yillar davomida zor qaqshatgan ayol oldiga. 8 yilda men uni bir marta ham bezovta qilmadim. Endi ham kulmayman, masxara qilmayman. Senga ham Xudoyimning atagani bor ekan demayman. Erim bolalarning yonida qoldi. Uzr aytgani keldim deyman. Komila o'z darvozasiga yetguncha xayolan kundoshi bilan 100 xil suhbat qurdi. Qay birida yengib, qay birida yengildi, oyog'i titrab darvoza qo'ng'irog'ini bosdi. Avval shit qadam tovushi, kim degan ovoz, so'ng o'zi ko'rindi. Juda chiroyli qiz edi. So'libdi. Qora kiyimda, azaliy ekan. Komilaning ichida rashkmi, o'chmi, qandaydir tushunarsiz o't yondi. Keling, ayol dovdiradi. Garchand katta shahar qolaversa, keyingi 3 kunning baxti Komilani gul yashnatib yuborgan bo'lsa-da, ayol tanidi. Kirsam maylimi? Keling. Ayolning dovdirab qadam tashlashidan uning gangib qolganligi sezilib turardi. Komila so'riga omonat o'tirdi, pichirlab duo qildi. Ayol iniqqina so'rashgan bo'ldi-da, oshxonaga yo'naldi. O'zini sal bosib olsin deb o'yladi. Atrofni kuzatdi. O'sha hovli, o'sha daraxtlar, hatto gullar ham o'sha Komilaning o'pkasi to'ldi. Assalom, Komila xayol bilan ro'parasiga ikkita bir xil qizaloqning kelganini payqamay qolibdi. Va alaykum assalom. Komila sumkasida doim konfet olib yurardi. Hozir kovlab topolmay xijolat bo'ldi. Men
Yo'l-yo'lakay kirgandim. Yanagi gal albatta sizlarga konfet olib kelaman, dedi Komila alik olgach. Qizlarni bo'yi sal tikrog'i, rahmat xolajon, biz konfet yemaymiz, allergiyamiz bor, dedi. Bo'lmasa qo'g'irchoq, Komila beixtiyor gapirardi. Aslida chindan ham ko'nglida bu bolalarga g'arazi yo'q edi. Ular mana shu qadrdon hovlida o'tgan muhabbatli, beg'ubor kunlarning bir parchasi bo'lib tuyuldi negadir. Qo'g'irchoqni dadajonim olib keladilar. Qizaloqlarning ovozimi, gapirish ohangimi Shodiyaga o'xshab ketdi. "Hoy Nodira, Odina, xolangni boshini qotirmanglar. Yo'ldan charchab kelganlar." Ayol choy olib chiqarkan qizlarni haydadi. Yuragi allanechuk bo'ldi. Komila uydan chiqiboq bolalarning otasiga qo'ng'iroq qildi. "Qayting Alijon aka. Menikilarni qanoti yoyilib qoldi. Sal xaxalab yuborsak parvoz qiladi. Bularningiz hali polapon ekan. Uning akalari bor, ko'chada qolishmaydi. Qo'llab turadi, men qaytmayman." "Qaytasiz Alijon aka." Komila go'shakni qo'yib yig'lab yubordi. Zo'rg'a aytdi erining ismini, so'nggi qultum suv, so'nggi yutum havodek, so'nggi hovuch nurdek. So'ng ko'z oldi tumanlashdi. "Xudoyim, kuch ber. Shuncha sabr, iroda berding, yana kuch ber." Bu gaplarni ovoz chiqarib aytoldimi, aytolmadimi, lekin ich-ichida shu nido kezib yurardi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.